Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 23 noyabr shanba kuni. Men odatda shanba kuni bundaq program ishlamaydim. Kelar haftaniki payshanba kuni Amerikada minnatdorlik bayrami bo'ladi. Shunga kelar hafta Amerikadagi qarindoshlarniki ko'nglini ancha g'ash qilg'im yo'q. Shunaq bo'lg'achqa videoni bugun ishlab qo'yay deb o'yladim. Bugungi video bak ichinchi emas, amaliyotda yosh xabarlar ko'proq nachar xabar qaragan chog'da shunaqdimi kelar hafta amalan xotirjam damlash kunini o'tkazsin deb videoni bugun ishlatay deb qoldim. Amalaniki xabarda bor 16 noyabr kuni Amerika New York davri gazeti Xitoyniki 403 betlik maxfiy hujjatini pash qildi. Bundan keyin shundan boshlab endi dunyoniki Uyg'ur masalasiga bo'lgan ko'z qarshida zo'r o'zgarish bo'ldi hozir. Bo'libmi bizningki burun deb kelayotgan gaplarizniki rostligi mushqatimki hujjatniki pash bo'lish bilan bir qatim kuchli darajada isbotlandi. Bu biz uchun bir xo'shamlarlik ish bu. Men buni aytib xo'shal. Men bu qatim hujjatda deyilgan xiljiq narsani burun deb kelgan. Shunga bu qatim ularni ko'pincha rastlab chiqdi endi. Endi oldimizda bir muhim ish bor. Hozirgi sharoit bizga foydali. Uyg'urlardagi bu 403 betlik hujjatning pash bo'lishi va Hong Kongdagi voqea. Bu ishki vaziyatniki bizga nisbatan cho'ng foydasi bor hozir endi. Ashta bo'lg'achqa bundan biz qanday foydalansak bo'ladi degan bir masala bor. Shu to'g'ri hozircha to'xtalmoqchi. Uning oldida deb qo'ydim, vatandanmi yana bir qism uchurlar keldi. Bu 403 betlik hujjat pash bo'lgandan keyingi ishlar. Shularni qisqacha deb qo'yay. 16 noyabr kuni bu hujjatlar pash bo'ldi. 18 noyabr kuni, yani dushanba kuni Xitoyniki Xinjiang Dangwei Changwei deydi. Bular jiddiy bir yig'in chaqiribdi. Yig'in chaqirib, bu yerda Xinjiangga mush qatimliq hujjatniki pash bo'lish voqeasini va o'ziniki Amerika tarafidan jazoga uchraganligini hammasini deb turishdi yig'inda. Deganda yig'indagi qolgan kishilar hammasi qattiq norozi bo'lgan, qattiq g'azablangan bir chiroyda Xinjiangga qarabdi endi. Demakchi uni mushtaqildoqni biz bildik. Sen qilaverding, endi bu ishlar bizning beshimiz kunlik mushkula kelyapti degandek endi. Bir xil norozilik nazarida Xinjiangga qarabdi. Xinjiangga hali biroz o'zini jiddiylashgan, ansirgan qiyofatlarni namoyon qilgan o'xshaydi. Mushtaq shularni anladim. Hozir endi mayli Sharq Turkistonda bo'lsin, mayli ishkirdagi o'lkalarda bo'lsin, hozir bu Uyg'urlar duch kelgan masalaninki bir millat sifatida yo'qotilish masalasi ekanligini hozir ko'p sondagi kishilar bilgili turibdi. Bilib hozir endi bu ishga norozi bo'layotganlarni ko'paygili turibdi tez suratda. Bo'libmi biz aslida buni terrorizmga qarshi harakat deb o'ylagan, hozir unday emasga bu bir Uyg'ur millatini yo'qotish harakati ekan deb bu ko'z qarashni o'tirib qo'yib, bunga norozi bo'layotgan puhra, Xitoyning puhralari va kadrlarining soni ko'payyotdi deb anladim. Sharq Turkistonda bo'libmi mushtabiq bir ahvol bor ekan. Andan keyin shunlardan Uyg'urlarga istash qilganlarning soni ham ko'payyotdi degan gap. Hozir endi Xitoylarning ichida yana bir chiqqan gap, bu Xitoy kadrlarining ichida bo'layotgan gap. Sharq Turkistonda ishlayotgan Xitoy kadrlarining ichida bo'layotgan gap. Hozir ularniki deyishcha Xi Jinping po'xni usurish bilan yepish uchun Xinjiangni yetkazib ketib, boshqa bir qancha kadrlarni jazolab qutulmoqchi bo'lish mumkin. Bu ish bir bo'lsa bu yilning oxirigacha, agar bir kechikkan taqdirda kelar 3-oyda bir qurultoy bor ekan, yana bir qurultoyga oid bir cho'ng yig'in bo'ldi o'xshaydi. Shu yig'indan bir mushtaq qilish mumkin deb shu gaplarni da'vat etdi hozir. Xinjiangni yetkazib ketib, bir qancha kadrlarni jazolab, shu orqali bu Uyg'urlarga
Uyg'urlar uchidan ilib berilgan bu qirg'inchilik voqeasini, harakatini bir qancha kadrlarga dunyoga keltirib qutulish mumkin degan shunaqa bir faraz gaplar o'tirib chiqib ketibdi hozir. Endi qarindoshlarning hammasi oldinglar. Bu qatimki hujjatda deyilgan bir narsa Wang Yongji degan bir Xitoyga berilgan jazo. Bu Xitoy shu yakandagi bir cho'ng qirg'inchilik bo'lgan. Yakanda cho'ng qirg'inchilik bo'lgandan keyin yakanga o'tib kelgan Naiya partikomining boshlig'i Wang Yongji degan Xitoy. Endi bu hujjatda Xitoyning jazolagan to'g'ri gap bor ekan. Keyin kishilar buni taxmin oshkorlab nima ish bo'lganligini, bu Xitoyniki 7000 Uyg'urni lagerdan qo'yib berganligi, shuning bilan markaz bunga norozilik bildirib, buni jazolaganligi haqidagi gap taqaldi. Undan keyin bunga ergashib bilan keyin boshqa gaplar taqaldi. Lekin bu haqiqiy ahvol nima degan ishni bizniki chet eldagi ba'zi ziyonlar vatanga telefon qilib yurib aniqlab chiqdi. Bu nima ish ekanligini, Wang Yongji'niki qanaqa adam ekanligi. Amaliyotda uniki 7000 odamni qo'yishga sabab u odamlarni sulaydigan lager yetishmagan gap ayni vaqtda. Lager yetishmay qo'yayotgan ekan, shu 7000 kishiniki tuqqanlaridan g'oyat zo'r boylik undirgan. Ya'ni Wang Yongji bu 7000 odamni bunday qo'yatmay, ularniki oydabatlardan pul olgan. Banch pul bersang qo'yitaman degandek. Ashton bilan xali zo'r miqdorda pul to'plabdi o'ziga. Xitoyning hujjatida parxo'rlik qildi, nima parxo'rlik emas, cheklik qildi degan omil mush o'xshaydi. Bu ulardan pul yig'ib, andan keyin qo'yayotgan ekan. Uchinchisi, bu Xitoy emek kuchiga ehtiyojli. Ya'ni bu Xitoyniki ishlab chiqarish bu jihatlardagi planlarni amalga oshirib, shu orqali o'skisi bor ekan. O'qish jihatda Naiya partikomining boshlig'idan taxmin usmanda boshqa bir tamosi bor ekan. Shu tamoq bilan bu emek kuchi qolmaydi deb ularni qo'yishning ham sababi shu ekan. Qo'yitib o'smoqchi bo'lgan ekan. Shu amaliyotda bu aslida Qashqar viloyatlik partikomining doimiy a'zosi, azaldan qaramliq bilan dalga chiqqan biri. Odam tutishga eng aktiv bo'lguchi, ammo tutilgan odamga loyiq lager tayyor qilib bo'lolmagan. U amalga chiqqandan keyin chiqqanda bir turkum Xitoy yoshlarni buguni ish qilib, ertasi bo'lim boshlig'i darajasiga har xil vazifalarga qo'ygan. Meniki ba'zi tunishtirim 2017-yillari yakandagi ba'zi kadrlarni kurashib paralashgan ekan, bu Xitoy amaliyotda shunday jallod deydi. Uyg'urlarni bostirishda. Jallod Xitoy ekan, unda kishilar o'ylagandek qandaqdir Uyg'urlar ish chaqirtib, undan keyin 7000 odamni qo'yayotgan ish emas ekan. Ba'zi Amerikadagi ba'zi Xitoy obzorchilari bu Wang Yongji'ni shindillarga o'xshatdi. Shindlar degan kim desanglar, u shu Ikkinchi dunyo urushi jarayonida u bir germanlik sanoatchi bo'lib, Ikkinchi dunyo urushi mezgilida 1200 yahudlarni ishlatib bizning zavodida ularni jonni qutuldirib qolgan ekan. Shu bu odam davlat shu butun Nazi Germaniya yahudlarni qirib yurgan vaqtida bu 1200 yahudni qutqizib qolgan ekan. Shu davlat bir kinomi bor. Shindillar tizimdagi edi. Shindillar's List degan bir kinomi bor. Ba'zi Xitoylar bu Wang Yongji'ni shunga o'xshatdi. Bu Uyg'urlarni qutqizib qolgan qahramon deb. Lekin uni shundan keyin bir qism ba'zi amerikalik obzorchilar uni rad qilgan. Bunda qahramon emas. Bu amaliyotda o'ziniki shaxsiy manfaat uchun narsa qilgan degan. Bu narsaning hammasi rost bo'lib chiqyapti. Anda yana bir yangilik endi mushqatimqi hujjat chiqqandan keyin Shvetsiya, Avstraliya, Yevropa Birligi bu davlatlarning hammasida Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lishda yangidan bir to'lqin qo'zg'aldi. Bular hozir qanday amaliy tadbir qo'lnishi haqida muzokaralarni olib berib, Yevropa ittifoqini ish qilsa deb asharqiliq shu Uyg'urlar masalasida bir tadbir qo'lnishi haqida hozir aktiv harakatga o'tdi. Bu bir xo'shlanarli ish. Bu jihatda bundan keyin Uyg'urcha taraflarda bir qism xabarlarni olmaysan deb o'ylayman. Men bugun qisqa deb qo'yay. Men oldingi shanba kuni Amerikadagi davlat maktablarining birisi bo'lgan California University Los Angeles sho'basiga borgan. Bu yerda
Nuri Türkiye qatorliq 3 adam kelib, u yerda bir ilmiy leksiya berdi u yerda. Shu faoliyatga bordik, faoliyat nihoyat yaxshi bo'ldi. Shu yerda his qilgan, ko'rgan bir ahvolni deb qo'ydim degan. Uni nima desanglar, shu so'rovga kelganlarning ichida Uyg'urchani biladigan Amerikaliklarni 10 dak adam uchratdim men. Bularning hammasi ayni vaqtda vatanga berib, shu yerda turib boqqan nurg'un Uyg'ur do'stlari bor. Ammo bu do'stlari keyin hammasi yo'qolib ketgan. Ashta kishilar ekan. Nihoyatda o'zim bir xil nihoyatda yaxshi tuyg'uga kelib qoldim. Bular har holda Uyg'urlarning neni yap, Sharq Turkiston suyini ichib unutib qolmabdi deb. Ash faoliyatga hammasi kelibdi. Endi ular hozir nihoyatda aktiv ishlarni qilyotidi. Uning ichida ikkisi men yaqinda chaqiriq qilgan Uyg'ur ana tili app yasash ishiga yordam qilsak deb o'zini ma'lum qildi. Ularniki ham kompyuterda bilim bor ekan, tilshunoslar ekan, tilshunoslik o'qiyotganlar. Ashta narsalar qildim, suyundim. Buni shu munosabat kishilarga yetkazib qo'ydim bularning uchurini. Amaliy ishni qancha qilib o'qimayman, lekin ko'nglimdan aytdi, xush bo'ldim. Mushtaq yeniliklarni ko'rib. Ondan keyin men o'tgan yakshanba kunina o'zimning uyda turib, Arizona Phoenix shahridagi bir to'p odamga bir soatlik siyosat so'zladim. U faoliyatni ulashtirgan kishimi, Coleman Hauser degan kishi, ularni Arxotun burun Sharq Turkiston turib boqqan necha yil vatanda Sharq Turkistonda do'stlar bor kishilar ekan. Hozir ular do'stlarning hammasini turib qo'yibdi, shuni ularni hozir aktiv harakat qilyotdi. Bu bir Sharq Turkistonda yashab boqqanlarniki bizningki ahvolimizni tushunish darajasi qala qattiq o'xshamaydi. Bular turib boqqan Uyg'urning qandaqligini biladi. Ondan keyin hozir biz deyotgan ahvollarga ishindi bular. Ashta boshqa chet eldagi hamma davlatdagi Uyg'ur qarindoshlar bularga alayli ko'ngil bilsak bo'ladi biz. Ko'ngil bilib shularni birlashib ish yapsak, bir qism gaplarni biz deganga qaraganda ular desa uning unumi ko'p yaxshi bo'ladi. Şunu boşqa bir ko'ngil qo'ygan bo'lsalar. Ondan keyin yana bir yaqinda bir yangilik, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatidagi qarindoshlar bir qism sonliq ma'lumotlarni e'lon qildi. Ular yana yangidan 182 lager, 209 turma va 74 qullar zavodi. O'sha lagerlarning yana qurilgan zavodlarniki o'rnini tepib, ularni xaritada ko'rsatib e'lon qildi bular. Buniki xalqaro g'arbda bo'layotgan ta'siri nihoyat yaxshi. Amaliyotda hozir shu Amerikadagi chet ellik ziyolilar tadqiq qilib izlanib tep chiqqan lagerlarning soni mingdan oshadi. Ular mingdan ortiq lager bor deb o'tirib qo'yib qo'ygan. Ma'lumki yangilikligi nada desanglar, bular xaritalarda meni ko'rsatdi o'rnini nada ekanligini. Ben algan yana bir xabar, hozir 14 yoshlik Uyg'ur qizlar yo'qolib ketib qolgan ahvolda eg'ir ekan. Saniki xabarlarda bor, Xitoylar bir bola elish siyosatini yo'l qo'ygandan keyin o'g'il qiz nisbati intayin eg'ir darajada buzilib ketdi. Men o'tganda bir yerda ko'rgan uchurda hozir poytaxtlardan 180 million Xitoy bor ekan, buningga xotin bo'lgan qizlarning soni 100 million, 80 milliondek odamga xotin yo'q. Ashta boshqa hozir bular uzun bo'lgan Uyg'urlarning bostirishning bir tarafidan bo'lmish shu Uyg'ur qizlarni Xitoyga majbur berib, shu orqali masalalarni bir qism ma'lum darajada hal qilishni yo'l qo'ygan bular. Lekin bu Uyg'ur qizlarning yo'qolib ketib qolganligi bu yaqinda keldi bu uchur. Hozir ashta eg'ir ahvol bor ekan. Ondan keyin mana kelgan yana bir uchur, shu ayniki 27 noyabr kuni Qozog'iston Tashqi ishlar ministrininki qo'lish ostida Astana shahrida Amerika, Angliya, Yevropa ittifoqi qatorliqlarning vakillari jam bo'lib, Xitoyning Qozog'istondagi bosh elchisini chaqirib akilib, Xitoyda bolalari va yoki ota-onalari qilib qolgan, hozir aloqalashmayotganlarniki so'rovini qilmoqchi ekan bular. Shu 27-islar. Men bu vaqtda kinina agar ko'proq uchurga erisha olsam, ularning isligini deyman. Bular bu ishni boshlabdi. Hozir bu Uyg'urlarning boshiga kelgan fojiadan foydalanib bular qozoqlarni qutuldirishga rasmiy amaliy ish qilishga o'tibdi. Ularniki sahibxonlik ishini qilayotganlar shu nima o'xshaydi, NGO, hukumatsiz xalqlar tashkiloti.
o'ttirg'i chiqib, qolganlarniki vakillarni kelib quvvatqash o'xshaydi bu ishni. Bu ish bizga bir jipuchi bo'lishi kerak. Bu nima desanglar, Qozog'iston boshlabdi buni. Hozir Uyg'urlarniki fojiasiniki turkisida, ma to'y sifatli vaziyatniki pash bo'lishi munosabati bilan ular harakatga o'tib, hozir izdirgini qilmayotgan qozoqlarni qutuldirishga o'tibdi. Menimcha navbatda qiladigan eng muhim ishniki birisi shu. Har bir davlatdagi Uyg'urlar o'zinglarniki ota-onalari, tuqqanlari yo'qolib ketgan odamlar, aloqalashamayotgan odamlar, o'lib ketgan odamlar, mushlarni kategoriyalarga bo'lib, hammani tizimlab chiqib, taklif qilib tayyorlab, o'zinglar turayotgan davlatlardagi mushqi ko'ngil biladigan mushlar munosabatlik organlarning hammasiga yo'llab buni sizlarni shu NGO tashkiloti bilan aloqalashib, shu orqali bizniki o'liklarniki so'rg'ini qilib bersanglar deb endi harakat qilsanglar bo'ladi. Nimishqa desanglar, ma 403 vaziyatniki pash bo'lish bilan hozir dunyoniki Uyg'urlar masalasidagi qaysi darajada erkinligiga bo'lgan tunishida nihoyat zo'r o'zgarish bo'ldi. Endi o'tirib chiqib bu ishlarni qilsak, men chuqur unum berdi deb o'ylayman. Buni qozoqlar boshlabdi endi. Ashta boshqa Uyg'urlarmi bu ishni chin tutsak. Navbatda menimcha biz qilgan ishlarniki eng muhim ishlardan birisi shu. Yaqinda chet el Uyg'urlar ichida nihoyat cho'ng qilinganchiliklar bor. Men buni ozroq deb qo'yay. Tashkilotlar qurilish, yangi tashkilot qurish bo'lsin yoki bir qism nazariyaviy narsalarni o'tirib chiqarib talash tortish qilish bo'lsin. Bugungi kunda men o'tganda men dedim, bugungi kunda agar har bir odam men o'zimninki bir kunlik hayotiniki qancha persentini vatandagi Uyg'urlarniki jinni qutuldirishga ajratdim degan savolga javob bermasanglar, bizning hayotimizda qiymati yo'q. Qolgan bir qism ishlar bor, navbatdagi bizniki vaziyatimizdan asosan munosabatsiz. Hozir biz vatandagi xalqdan olib qolish oldida turyapmiz. Agar xalqdan olib qolsak, hozir u zaminni Xitoylar mangu changildan ajramas bir holatga ekib bo'ldi hozir. Ma yaqinda xalqaro chiqargan maqolalarga qarasanglar bo'ladi. Agar hozirgi dunyo Uyg'ur masalasida harakatga o'tmaydi ekan, Uyg'ur bir millat sifatida yo'qolib ketadi degan maqolalar chiqyapti bugun hozir. Vaziyat shu darajada og'ir. Buni chet elliklar deyapti bu gapni. Uyg'urlar biz ulardan behaq deyishimiz kerak. Behaq harakatga o'tishimiz kerak. Hozir ayada biz hamma narsani quruq qoldigan boshqa holatda tursak, chet eldagi bir qism kishilar shunchalik tadqiqsiz ishlarni qilib yuradi. Bu narsani men qancha desam arziydi, men shunday o'ylayman. Shunga bugundan boshlab chet ellik Uyg'urlarning har birimiz men vatandaşlarning jinini qutuldirib qilish uchun nima ish qilyapman deb o'ylamasak bo'lmaydi. Agar biz hammamiz ashtaq harakatga o'tsak, buning unumi bo'ladi. Boshqalar qilyapti, Hong Kongni qilyapti, va qozoqlarni qilyapti, Uyg'urlarni qilaylik biz. Qolgan tayin yo'q ishlarni tashlab qo'yib. Ondan keyin o'zinglarniki kuchini, pulisini, zehnini millat uchun taqdim qilaman degan qarindoshlarmi amni ish qilayotganlarga taqdim qilinglar. Hozirgi vaziyat bilan munosabatli ishlar qilayotganlarga taqdim qilinglar. Azroq bo'lsa-mu vatandaşlarniki kunini infratürkga foydali ish qilayotganlarga taqdim qilinglar. Qolgan ishlarni hozir keyingi qo'yish kerak. Hozir ular zarur emas. Ondan keyin navbatda qiladigan ikkinchi cho'ng ish shu Hong Kongda bo'layotgan ishlardan unumli foydalanish. Bu jihatda hozir Uyg'urlar xilda Uyg'urni bir qismi ishlarni boshladi. Yaqinda bir yangi projekt boshlandi Amerikada. Don't Trust China projekti. Xitoyga ishonmang degan bir projekt boshlandi. Bular hozir bir qancha videoni ishlab chiqarib bo'ldi. Buning ichida bugun chiqqan bir video shu Hong Kongni qo'llash haqida. Qolgan qarindoshlarmi shu birsi Hong Kongni qo'llaydiganligimizni ifodalab, hozir Hong Kong'niki voqeasi dunyoda aytdi cho'ng bir so'rindan aytdi ovozga chiqyapti. Amerika aytdi tez suratda bir qonun loyihasini ma'qullab bo'ldi. Hozir u qonun loyihasi Trumpning oldiga berib bo'ldi. Unga jami 10 kun vaqt berilgan, 10 kunda imzo qo'ymasa qonun bo'ladi. Sababi nima desanglar, 70%dan ortiq Kongress a'zolari qo'lladi buni. Ashta boshqa prezident imzo qo'ymani qonunga ayldi ekan u. Jambirilgan vaqt 10 kun.
Muş hafta ve kelar hafta, keyingi hafta. Kelar haftada. Yani Uygurlarniki de sal aqıda bu işte. Bu mu bir mühim iş endi. Hazır biz Hong Kong'daki işini için tutup durup Uygurlarniki kanun layısını işini mu işini bir küçük baksak buludu. Bu cihatta mı hemen kırındaşlarniki icadkar bulup qandaşlarni qilsak bo'ladi o'yinni harakatga o'tishini umid qilaman. Ondan keyin Amerika Uyg'ur birlashmasi 12 ayning 15 kuni shu Hong Kongliklarni qo'llash bir oqshomlik yig'ilish o'tkazmoqchi. Uni e'lon qilyapti. Yaqinda cho'ng e'lonini ko'rsizlar. Bo'lsa ishlarni qo'llab turgan Amerikadagilar. Bu ish bak muhim. Bugun Amerika Uyg'ur akademiyasiniki ilmiy yig'ini ochilyotir hozir. Men ularni shu munosabat bilan qizg'in tabriklayman. Meniki safarim bakcha qilib ketib, bu yil Başta bu için baramadım. Amerika DC bizga xili jiroq. Aytlanib o'tirsak 5 soat ortiq o'tiramiz. İşte bu boshqa bir kunlik faoliyatga 3 kun vaqtimiz bo'lmasa berkaga bo'lmaydi. Men bu yil bu qatim qatnashamadim. Shunday bo'lsa-mu Amerikadagi ularniki bu faoliyatini qizg'in tabriklayman. Bu odamsa, qatim ko'rishga amal bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.